Hurmatli Jayxun media obunachilari, mana Ermey rayoni Oltinsoy ofida nega Sabit og'amizning nonvoyxonasiga keldik. Sabit aka, Arman, Sabit aka. Bormi jo'na. Xo'p, mana chiroyli nonlar chiqyapti, mana kelaverasizlar. Al bahasini-cha so'ng aytib bering bir minut etib. Hozir 3 ming so'm, 3 ming. Bahasi 3 ming so'mdan, ha? Ha. Agar ko'proq oladigan bo'lsangiz, skidkalar bormi? Yo'q, skidkasi yo'q. Aha. Skidni to'xta. Aha, ya. Bari ishinde to'xtin. Bo'ldi. To'xta azarlasin. Aha, yaxshi. Skidki bo'ladi. Chiroyli etib nega qara. Zakonni mana. To'lg'on kunlarga, yubileylarga, to'ylarga kelaverasizlar mana nonvoyxonaga. Chiroyli etib kelishtirib berasiz, to'ylar nelar bo'lsa. Sunnat to'ylar bor. Mana apparatlar qanday bu? Qanday vazifani bajaradi endi bu? Cho'rakni bajaradi. Cho'rakda har turli gullar chiqaradi, ha? Ha, gullar chiqaradi. Aha. Modis ana. Bunday apparatlar ham aytib qo'ygan, bunday naqshli etib nonlarni chiqarib uchun, bunday har turli gulli etib chiqarib uchun ana shu apparatni olgan mana Sabit og'am mana. Kelaverasizlar bunaga. Sabit aka, dastlab xizmatlar ham bormi? Qani aytib bering bir. Qo'limiz tiymasa dastlab ketamiz. Dastlab, ha, qo'lingiz tiymasa dastlab qila olmaysiz, ha? Agar ko'proq nelar bo'lsa, uzoqroq yerlar bo'lsa, dastlabki ko'proq olsa, dastlab qilib berasiz, ha? Ha, bo'ldi. Hop, kelaverasizlar, hurmatli Jayxun media obunachilari, hurmatli Oltinsoyliklar, umuman Beruniy tumandagilar, mana kelaverasizlar. Kelishtirgan naqda mana nonlarimizni mana chiroyli ko'rib turibsizlar. Yaxshi kunlaringizga, dasturxonlaringizga mana Sabit og'amiz tayyorlab beradi. Xudo xolasa, nasib etsa, to'ylaringizga, yaxshi kunlaringizda Sabit og'amiz hamisha xizmatda mana. Zakaz qilaverasizlar.